Vo, mana bular kelishini qaranglar. Bot! Agarda siz ham xuddi shunday ko'rshapalakda uchmoqchi bo'lsangiz, imini Zikr 007 ni ikkita matolikdan oling, chunki bu 3-5 sekundda 100 ga chiqadi. Agarda bu mashinani olib polni kuzovini sati matviy tortayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda mana bunaqa, ya'ni sanoqli mashinalardan bittasi ular, palonchi kelyapti ekan-ku degan gap so'z bo'ladi. Buni maza qilayotgan joyimni qaranglar, ikkita knopkani bosasizlar, qaytarib yana bossanglar ham ochiladi, ham yopiladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun e'tiboringlar markazida Zikr 007 ni smart pozitsiyasi, ya'ni eng full-oy komplektatsiyasi. Full-oy komplektatsiya deganda faqatgina ko'pchilik sarig'ini tushunadi. Sarig'i performans karbonli detallar bilan aralashtirgan bo'ladi. O'shaning uchun uni performans deydi. Bu fullda smart pozitsiyasi. O'sha imенно Zikr 007 ni. Bularda pnevma podviska bo'lmaydi. Videoni boshidan aytib qo'yay. Ko'pchilik pnevma bormi deb savol beradi. O'sha Zikr 007 da pnevma haqida gaplashmaymiz. Faqatgina 001 da bo'ladi. Mashina sotuvda tayyor, nomerlari toqilgan, 16 ming yurgan, 2023 12-oy. Agar siz buni olayotgan bo'lsangiz, 2025 dan sizga o'tgan bo'ladi mashina. Tepasida lidarlari bor, hidab displey, ichlari, salonlarni ham ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib, eng xadovoy rangda. Dop opsiyalarda Zikrda ofitsialniy saytiga kirsanglar, 10 ming dollargacha dop opsiyada bu narsalar qo'shsanglar bo'ladi. O'sha narsadan umuman qochilmagan, hamma dop opsiyalar qo'shilgan. Pashti 10 ming dollarga dop opsiyalar qilingan. Oldi start mana bu faralar, bu narsalar yozsangiz bo'ladi. Aporni diskalari Akibona tormoznoy sistema, Michelin balon, gulli diska, perforatsiyalik aporni diskalar. O'sha imенно Akibona deydi, 2700 dollar turadi. Mana shu narsalar qilingan. 4 ta eshikda avtodver davodchiklari bor. Mana shu ham pashti 3000 dollar turadi. Mana knopkalarni bossanglar, o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Agar odam bo'lsa, ochilib yopilmaydi. Hidab displeylar bor, lidarlar bor, panoramalar bor. Bularda gazoviy ham chiqmagan, даже orqalari ham zo'r. Xullas, manyorlarda ham zo'r ishlab beradi. Mashinani tezligiga yarasha o'sha narsasi belgilangan. 3-5 sekundda 100 ga chiqadi. 100 kilovatlik batareya, 720 kilometr zapas qoladi. Mashinaning hech qanaqa aybi yo'q. Kraskalari top-toza, bemalol ko'rib, qarab, tekshirib olsanglar bo'ladi. Kam kusti yo'q. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. 35200 qilib beramiz. Sunnatiga 1-2 so'm qilib beramiz. Xohlasangiz ruschasini ham qilib beraveramiz. O'zimizda bizda bor ruscha. Eng oxirgi proshivka 633 versiyasi o'sha qilingan, ya'ni rusifikatsiya sizga sal arzonroqqa tushishi mumkin. Pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilib ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi.